Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Finalda raqiblarini bo'g'ib tashlagan Husonovning o'yini qanday baholandi? O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husonov Manchester City tarkibidagi ikkinchi sovrinini qo'lga kiritdi. 83 mingdan ziyod muxlis ko'z o'ngida o'tkazilgan Angliya Kubogi finalda Josep Guardiola shogirdlari Wembley stadionida Chelsea ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Nufuzli manba cityextra.co.uk sayti ekspertlari Manchester City futbolchilarining finaldagi o'yinini quyidagicha baholadi. James Trafford 7. City so'nggi 30 daqiqagacha to'liq ustunlik qilgan o'yinda deyarli jiddiy sinovlarga duch kelmadi. Burchak to'piga chiqishda to'p bilan kichik xatoga yo'l qo'ydi, ammo baxtiga bu hech qanday oqibatga olib kelmadi. Mateus Nunes 6-5. Chap qanotdagi O'Reilly kabi Nunes ham doimiy ravishda to'pni Chelsea jarima maydoniga yetkazishga urindi. Bundan tashqari u dastlabki 20 daqiqada muhim harakat qilib, Gustoning uzatmasini burchak to'piga chiqarib yubordi. Mark Gehi 5-5. Jarima maydonida ishonchli harakat qildi va umuman olganda yaxshi o'yin namoyish etdi. Burchak to'plarda doimiy xavf tug'dirdi va doim xavfli bo'lgan Pedroni to'xtatish uchun Husonov bilan yaqin hamkorlik qildi. Ayrim vaziyatlarda qarorlar yaxshiroq bo'lishi mumkin edi, ammo shubhasiz yaxshi o'yin o'tkazdi. Abduqodir Husonov 7. Har doimgidek u o'zining ajoyib tezligi va aqlli tashabbusi orqali Chelsea hujumchilarini, ayniqsa Joao Pedroni ta'qib qildi va maydondagi eng kuchli himoyachi bo'ldi. Eng yorqin vaziyatlardan biri qarshi hujum vaqtida Pedroning gol urishining oldini olish uchun orqaga qaytib kelgani bo'ldi. Nico O'Reilly 6-5. Chap qanotda to'g'ridan-to'g'ri va agressiv yugurishlar qilib, Chelseaning past himoya chizig'ini yorib o'tishga urindi. Butun o'yin davomida istiqbolli harakatlar ko'rsatib, to'pni jarima maydoniga yetkazishga doim intildi. Rodri 6. U aql va zakovat, tajriba va kuch namoyish qilib, yarim himoyani boshqardi. Maydonda atiga 60 daqiqa harakat qildi. Shundan keyin kuchi tugay boshladi. Bu uning uzoq vaqt maydonda bo'lmaganini hisobga olganda kutilgan hol edi, ammo u bor kuchini ishlatdi. Bernardo Silva 6. Markazda doimiy xavf yaratdi va ta'sirli uzatmalar amalga oshirdi. Ammo bu o'yindagi ko'plab holatlar kabi City yaratilgan imkoniyatlardan foydalana olmadi. Jeremy Doku 6-5. Birinchi bo'lim oxirida Fofana uni ayyor dribling orqali to'xtatganiga qaramasdan, Doku doimo tayyor holatda va xushyor bo'lib turdi. Omar Marmush 5-5. Hujumlarni yakunlash nuqtai nazaridan yaxshiroq o'ynashi mumkin edi, ammo umuman olganda maydonda Cherki bajaradigan rolga o'xshash vazifani bajardi va bir nechta istiqbolli vaziyat yaratdi. Antoine Semenyo 7-5. O'yinning eng yaxshi futbolchisi. O'yindagi eng yomon zarbadan eng yaxshisigacha. Semenyoning jarima maydoni ichidagi zarbasi City uchun ancha ko'ngilsiz kechayotgan bahsda jangovar ruhni ko'targan vaziyat bo'ldi. Gol muallifidan esda qolarli o'yin va umumiy hisobda ajoyib chiqish. Erling Haaland 6-5. Birinchi bo'lim oxirida Nunes ofsaydda qolganidan keyin gol urib Sanchesni sinovdan o'tkazdi. U erkin harakat qildi va kerakli hududlarda paydo bo'ldi. Shunchaki City yaratgan golli imkoniyatlarda unga omad yetishmadi. Ryan Cherki 7. Marmush o'rniga amalga oshirilgan almashtirish juda to'g'ri vaqtda bo'ldi va u ko'plab golli vaziyatlar yaratdi. Balki aynan shu almashtirish bilvosita Cityga g'alaba keltirgandir. Mateo Kovacic 6. O'yin oxiriga kelib charchagan Rodri o'rniga juda yaxshi almashtirish bo'ldi. Markazda ajoyib intizom ko'rsatdi va so'nggi 30 daqiqada o'yin nazoratini saqlab qolishga yordam berdi. Nega Chelseaga penalti berilmadi? Ekspertlar Husonovning harakatiga baho berdi. Angliya Kubogi finalida Chelsea hujumchisi Joao Pedro Manchester City himoyachisi Abduqodir Husonov bilan to'qnashuvdan so'ng penalti talab qildi. Biroq VAR epizodni tekshirib chiqqanidan keyin o'yin davom ettirildi. Vaziyatda Joao Pedro jarima maydoniga kirib borayotgan vaqtda Husonov uning yo'lini to'sib qo'ydi.
ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislar bu holat penaltiga sabab bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ammo bir qator ekspertlar VAR qarorini qo'llab-quvvatladi. BBC sharhlovchisi Alan Shearer: "Menimcha, Husanov bu vaziyatdan qochib keta olmasdi. VAR bu yerda hech narsa bermaydi deb o'yladim. U pozitsiyasini saqlab qoldi va bu ajoyib himoya harakati edi." TNT Sports eksperti Ellie McCoist: "Menimcha, bu juda yaxshi himoya. U shunchaki to'g'ri chiqib keldi va pozitsiyasini ushlab turdi." Steven Gerrard esa: "Bu yelka bilan qonuniy kurash edi. Birinchi bo'limda Husanov ham, Mark Gehi ham duellarda juda yaxshi harakat qildi", dedi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar VAR qaroridan norozi bo'lib, ushbu vaziyatni ochiq penalti deb baholadi. Ma'lumot uchun, finalda shaharlik kichik 1-0 hisobida g'alaba qozonib, bosh sovg'ini qo'lga kiritdi.